Hammaga salom, sizlar bilan bir kunlik vlog Samarqandga. Bugun sizlarni bug'ilgan tomog'im bilan Al-Buxoriy masjidiga va Samarqandga olib boraman. Birinchi kirganimizga masjidga bizga erkaklar namoz zali va ayollar namoz zaliga ko'zimiz tushar ekan. Tepaga qarasak prosta krasota. Va bizlar birinchi uyga kirishdan oldin atrofini aynalishga qaror qildik va ichki ham namoz zaliga ham kirdik. Bizlar kitob o'qishga harakat qilib ko'rdik, ayollar esa namoz o'qishdi. Chiqqanimizda esa shunaqa chiroyli bizlarni basseyn, fontan kutib turgan edi. Atrofini aynalganimizdan so'ng bizlar Family Parkka borishga qaror qildik, chunki obed vaqti bo'lib qolgan. Bizlar opam bilan pizza zakaz qildik, kattalar esa o'ziga KFC va magazinlarni aynalib, prezidentimizning qabrlariga borishga qaror qildik. U yerda o'zi eshik yopiq turganligi uchun bu safar qanaydir eshikni ochishibdi. Shunaqangi omadimiz kelib videoga ham olishga ulgurdik. Amir Temur va Bibi xonimning masjidiga ham kirishga ulgurdik. Kirmadik, u yerda qanaydir setka turgan ekan, shuning uchun videoga oldim faqat. Va Registonni biroz aynalganimizdan keyin biroz o'tirib dam olishga qaror qildik. Va yana biroz aynalib bizlar uyga qaytdik. Shu bilan bir kunlik vlogim tugadi. Всем пока. Menga obuna bo'ling, chunki mana kanalimda juda ko'p vloglar va qiziqarli videolar. Всем пока.